darsimiz relative pronouns, adverbs va clauses deb atalgan, demak o'zlik olmoshlari, ravishlari va bog'lovchilari haqida o'tamiz. Ushbu bog'lovchilar gapda izohlovchi vazifasini bajaradi. Bu degani ular gapga qo'shimcha izoh beradi. Ular o'z ichida egaga izoh beruvchi, to'ldiruvchiga izoh beruvchi, aniqlovchiga izoh beruvchi, joyga va vaqtga izoh beruvchi bog'lovchilarga bo'linadi. Masalan, egaga izoh berganimizda qanday bo'ladi deganda, o'zi izohlovchi degani, mana qarang, ikkita sodda gap berilgan. The man is my neighbor, ya'ni erkak mening qo'shnim. He is a vet, u veterinardir. Agar shu ikkita gapni bir taqladigan bo'lsak, qanday degan bo'lardik? Bunday derdik menimcha. Erkak kimki veterinar bo'lib ishlaydi, mening qo'shnimdir derdik. Shunday bo'lganda biz qanday aytamiz? Ikkita gapni bir qilganimizda the man who is my neighbor is a vet deymiz. Ya'niki erkak kimki mening qo'shnim veterinar bo'lib ishlaydi deb beryapmiz. Xo'p, demak birinchi shunday bog'lovchi bu who. Uning ma'nosi kimki deb tarjima qilinadi va u orqasidan kesim bilan keladi. Demak, buning gapdagi vazifasi ega, o'sha uchun ham egalik vazifasini bajaradi-da, orqasidan kesim bilan keladi. Masalan, biz bir ayolni uchratdik, kimki fotograf deganda we met a woman who is a photographer deymiz. Keling, shunga o'xshash bitta misol aytaman va uni birga yaratamiz. Mening bir do'stim bor, kimki uchuvchi desak qanday bo'ladi? To'g'ri, I have a friend who is a pilot deymiz. Keyingisi bu aniqlovchiga izoh bergandagi olmosh whose. Whose'ning ma'nosi kimningki yoki qaysiningki deb beradi va u otdan oldinda keladi. Chunki aniqlovchi vazifasida kelsa, u otdan oldinda joylashadi. Masalan, he is the boy whose father is a doctor. U bir yigit kimningki otasi doktor bo'lib ishlaydi. Whose'ga oid qiziqarli holat, u ham kishiga nisbatan izoh berganda, ham narsaga nisbatan izoh berganda ishlatiladi. Bir misol beradigan bo'lsak, men bir tog'ni ko'rdim, qaysiningki cho'qqisi qor bilan qoplangan edi desam qanday bo'ladi? To'g'ri, I saw a mountain whose top is covered with snow deymiz. Keyingisi which. Which qaysiniki deb tarjima qilinadi. U ham ega vazifasida keladi va uning orqasidan kesim keladi. Demak, e'tibor beramiz. Who kimki edi, uning orqasidan kesim kelib insonga nisbatan ishlatiladi. Which qaysiki ekan, u ham kesimdan oldinda keladi, lekin u narsaga izoh beradi. Izoh beradigan so'zi o'zidan oldinga joylashadi. Masalan, the photos which she takes are lovely. U oladigan rasmlar juda chiroylidir deyapti. Rasm kelgani uchun which dedik. Agar shu yerda masalan rassom deb the photographer desa, shu yerda who kelgan bo'lar edi. Joyga izoh berganda where so'zidan foydalanamiz. Qayerdagi deb tarjima qilinadi va uning orqasidan ega kesim bilan kelar ekan. Masalan aytayapti, these trees grow in countries where the weather is hot. Bu daraxtlar o'sadi shunday davlatlarda qayerdaki ob-havo juda ham issiq deyapti. Keyingisi when, ya'ni u paytga izoh berishda ishlatiladi. Tarjimasi qachonki degani, u ham ega kesim bilan keladi. Qarang, where joyga izoh berar ekan, ega kesim bilan kelar ekan. When paytga izoh berar ekan, u ham ega kesim bilan kelar ekan. That was the day when I met your mother. Ya'ni bu o'sha kun edi, qachonki men sening onangni uchratganimda deb aytayapti. Mana ushbu bog'lovchilarning ishlatilinishi va ularning gapda joylashuvini yana bir takrorlab olamiz. Demak, birinchisi who edi, ma'nosi kimki edi, u kesimdan oldinda joylashadi dedik. The man who helped my dog is a vet. Erkak kimki mening itimga yordam berdi, veterinar bo'lib ishlaydi. Agar narsaga nisbatan izoh bersak,
unda whichdan foydalanamiz dedik. Which orqasidan yo kesim bilan egaga izoh berganda, yo ega kesim bilan ham keladi. Unda to'ldiruvchiga izoh beradi. Faqat tarjimasi qaysiki emas, qaysiniki, qaysigaki deb keladi. Masalan, that's the dog which he helped. Bu o'sha it, qaysigaki u yordam berdi. Masalan, keling shunga o'xshash yana bitta misol yaratamiz, birga tarjima qilamiz. Bu o'sha kitob qaysiniki u do'kondan sotib oldi desam, qanday bo'ladi? To'g'ri. That's the book which he had bought from a shop degan shaklda keladi. Keyingisi joyga izohda where dedik, u orqasidan ega kesim bilan keladi dedik. Masalan, this is the place where he lived in his childhood. Bu o'sha joy, qayerdaki u bolaligida yashagan deymiz. Agar vaqtga izoh bo'lsa, when bilan beramiz dedik. U ham ega kesim bilan keladi. Masalan, do you remember the time when we went to England? Sen eslaysanmi vaqtni? Vaqtni deyapti, demak when qo'yamiz. Qachonki biz Angliyaga borganimizni deyapti. Keyingisi whose edi. U aniqlovchiga izoh berib, orqasidan ot bilan keladi dedik. Ot so'z turibdi. Va aytdik, whose ham kishiga nisbatan kimningki deb tarjimani beradi. Ham narsaga nisbatan bo'lsa, qaysiningki tarjimasini beradi. Ya'ni faqat whose keladi. That's the man whose dog barks every morning. Bu o'sha erkak kimningki iti har ertalab, demak, vovullar ekan. Demak, bu izohlovchi bog'lovchilar qayerda ishlatiladi degan savolga berilganda biz aytdik, ular murakkab gap hosil qilish uchun ishlatiladi. Ikkita sodda gapni olib, bitta murakkab gapga aylantirishda va gapga qo'shimcha izoh berish uchun who, which, when, where, whose kabi bog'lovchilardan foydalanamiz. Masalan, the person who I saw in the shop was my friend. Erkak kimniki men do'konda ko'rdim, mening do'stim edi. Yoki the shop which I like best sells clothes. Ya'ni do'kon qaysiniki men juda yoqtiraman, kiyim-kechak sotadi. The shop where she works has lots of nice clothes. Do'kon qayerdaki u ishlaydi, juda ko'plab kiyimlar sotadi. Tuesday was the day when I visited the shop. Seshanba o'sha kun edi, qachonki men bozorga borganimda. The woman whose shop I visited is French. Ayol kimningki do'konini men borib ko'rdim, fransuz deyapti. Izoh qoida, demakki that degan bog'lovchiga tegishli. Ushbu bog'lovchi egalik bog'lovchilari who va which ning o'rnida kelishi mumkin. Demak, that degan bog'lovchi ham kishiga izoh berishi mumkin, ham o'zidan oldin kelgan narsaga izoh berishi mumkin. Masalan, the person that I saw in the shop was my friend. Erkak kimniki men do'konda ko'rdim, mening do'stimdir deyapti. Shuni aslida biz kishiga izoh bergani uchun the person who I saw degan bo'lar edik. Ya'ni inson kimniki men ko'rdim deganda. Lekin that ishlatish ham mumkin deyapti. Yoki the photos of the dog that were in the magazine were lovely. Itning rasmlari qaysiki jurnalga qo'yilgan juda chiroyli edi deyapti. Demak, itning rasmlari bu narsa aslida bu yerda the photos of the dog which were in the magazine were lovely deyish kerak edi. Lekin which ning o'rnida that degan bog'lovchidan foydalansa bo'ladi. Xo'p, mavzu siz uchun to'liq yangi bo'lishi mumkin. Bundaqa holatlarda gaplar tuzilmagan bo'lishingiz tabiiy. Demak, mana bu yerdagi mashqlarni bajaring va ikkita narsaga asoslaning. Birinchisi, orqasidan keyin keladigan grammatik qoidalari. Who, which orqasidan kesim, when, where orqasidan ega kesim, whose ning orqasidan ot, that, who va whichni o'zgartirar ekan degan sodda qoidalar. Ikkinchisi esa tabiiyki tarjimasiga asoslaning. Kimki, qaysiki, kimniki, qaysiniki, kimningki, qachonki, qayerdaki degan tarjimalardan ham uning
qaysi birini ishlatishni tushunish mumkin va albatta sizga gaplar tuzib, o'zingizning hayotingizdan misol olib qilsangiz, bu mavzuni osongina tushunasiz deb tavsiya beraman.